Hayot bu noaniqlik, bu betartiblik. Uni qanchalik nazorat qilishga harakat qilmang, har doim noaniqlik, kurashlar va adolatsizliklar bo'lib turadi. Lekin agar siz shu betartiblik ichida tartib topa olsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Agar hayotingizni ishonch, maqsad va nazorat bilan boshqarishga yordam beradigan oddiy ammo kuchli qoidalar bo'lsa-chi? Aynan shu mavzuni Jordan Peterson o'zining 12 Rules for Life and Antidote to Chaos, ya'ni 12 ta hayot uchun qoidalar, xaos uchun antidot degan kitobida o'rgatadi. Bu shunchaki o'z-o'zingizga yordam berish bo'yicha maslahatlar emas. Ular psixologiya, falsafa va haqiqiy hayot tajribalariga chuqur asoslangan. Ushbu qoidalar dunyoqarashingizni o'zgartirishga undaydi va to'g'ri qo'llansa hayotingizni tubdan yangilashi mumkin. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ring, chunki har bir qoida keyingisiga asos yaratadi. Videoning oxiriga kelib, siz bugunoq hayotingizni qayta shakllantirish uchun aniq reja olasiz. Birinchi qoidani qisqacha tik turing desak ham bo'ladi. Hech e'tibor berganmisiz? Ba'zi odamlar xonaga kirishiga hech narsa demasdan hurmat qozonishadi. Ularning harakati ishonchli va odamlar tabiiy ravishda ularga e'tibor qaratadi. Endi esa yelkalarini egilgan, ko'zga tik boqishdan qochadigan va gapirganda ikkilanadigan kishini ham tasavvur qilib ko'ring. Ular ko'pincha e'tibordan chetda qolishadi. Gaplarini bo'lib tashlanadi yoki umuman sezilmaydi. Jordan Peterson tushuntiradiki, holatingiz shunchaki yaxshi ko'rinish uchun emas, u bevosita o'zingizni qanday his qilishingizni va boshqalar sizga qanday munosabatda bo'lishiga ta'sir qiladi. U bu narsani o'zining ko'p yillik psixoterapevt opitidan va Barry W. Arganov va boshqalar qilgan lobster eksperimenti bilan tushuntirib o'tadi. Lobsterlar ham odamlar singari ijtimoiy hierarxiyaga ega. Agar bir lobster jangda yutsa, u dumini tikib yuradi va serotonin miqdori oshadi. Bu esa uni kelajakdagi janglarda yanada ustun qiladi. Mag'lub bo'lgan lobster esa bukchayib qoladi. Serotonin darajasi pasayadi va kelajakda yana yutqazish ehtimoli oshadi. Odamlar ham xuddi shunday ishlaydi. Agar siz o'zingizni ishonch bilan tutsangiz, tik tursangiz, yelkangizni orqa tashlasangiz va ko'z kontakt qilishdan qo'rqmasangiz, miyangiz ko'proq serotonin ishlab chiqaradi va sizni kuchliroq, aniqroq fikrlovchi va dadilroq bo'lishingizga olib keladi. Ammo agar siz bukchayib yursangiz, o'zingizni kichik tutib, e'tibordan qochsangiz, tanangiz miyangizga men zaifman degan signalni beradi. Natijada siz o'zingizni yanada xavotirli, ikkilanadigan va boshqalarga bo'ysunadigan qilib his qilasiz. Shuning uchun hayotingizni o'zgartirish uchun oddiy lekin kuchli odat shakllantiring. Tik turing, yelkangizni orqaga tashlang va harakatlaringizda maqsadli bo'ling. Dastlab bu sizga g'alati tuyulishi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan miyangiz bunga moslashadi va atrofingizdagilar ham sizga boshqacha munosabatda bo'la boshlaydi. Ikkinchi qoida, o'zingizga g'amxo'rlik qilish mas'uliyati sizda bo'lgan inson kabi munosabatli. Tasavvur qiling, yaqin do'stingiz qiynalayotgan bo'lsa, balki u kasal, charchagan yoki yo'qotish hissini boshdan kechirayotgan. Siz nima qilgan bo'lasiz? Ehtimol uni o'ziga g'amxo'rlik qilishga undagan bo'lardingiz. Yaxshi dam olishini, to'g'ri ovqatlanishini, kerak bo'lsa yordam so'rashini tavsiya qilgan bo'larsiz. Siz unga sog'lig'ini va baxtini muhim ekanligini eslatgan bo'lasiz. Endi esa haqiqiy savol, o'zingizga ham shunday munosabatda bo'lasizmi? Ko'pchilik uchun javob yo'q. Jordan Peterson odamlarning o'zlarini e'tiborsiz qoldirishini, g'alati psixologik paradoksini tushuntiradi. Ko'pincha odamlar boshqalarga ko'proq g'amxo'rlik qilishadi, lekin o'zlariga e'tibor berishmaydi. Shunday qilib, o'zingizga bir savol bering. Agar do'stingiz xuddi sizning holatingizda bo'lsa, unga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Endi esa aynan shu maslahatni o'zingiz uchun qo'llang. Chunki hech kim kelib sizni qutqarmaydi. O'zingizga g'amxo'rlik qilish faqat va faqat sizning vazifangiz. Uchinchi qoida, siz eng yaxshisini tanlaydigan odamlar bilan do'stlashing. Bir daqiqa o'ylab ko'ring. Hayotingizdagi eng yaqin 5 kishi kim? Ular sizni yuqoriga ko'taryapti yoki pastga tortyapti? Ko'pchilik atrof muhitining kuchini yetarlicha baholamaydi. Ular o'zlarini tutaqib qolgan do'stliklarda ushlab turishadi. Bunday munosabatlar negativlik, g'iybat yoki o'zaro muvaffaqiyatsizlikka asoslangan bo'ladi. Jordan Peterson bu qoidani juda oddiy qilib tushuntiradi. Sizning do'stlaringiz sizning muvaffaqiyatingizni istashi kerak. Lekin haqiqat shuki, hamma ham hayotingizda sizning g'alaba qozonishingizni istamaydi. Ba'zi odamlar sizning yoningizda bo'lishining sababi shuki, siz ular bilan bir darajada turibsiz. Lekin siz rivojlana boshlaganingizda bu martaba sog'lik yoki fikrlash tarzi bo'ladimi? Farqi yo'q. Ular o'zlarini tahdid ostida his qilishadi. Ular sizni ruhdan tushirishadi. Ular kinoyali gaplar qilishadi. Ular "O, sen o'zgargan" deyishadi. To'g'ri, siz o'zgarishingiz kerak. Yaxshi do'stlar sizni rivojlanishingizga undaydi, qo'llab-quvvatlaydi va muvaffaqiyatingizdan xursand bo'ladi. 4-qoida. O'zingizni bugun birov bilan emas, kechagi o'zingiz bilan solishtiring. Diqqatni tan olaylik. Instagram
Instagram, TikTok yoki YouTube'da scroll qilar ekansiz, hamma go'yoki ideal hayot kechiktirayotgan mukammal munosabatlar, hashamatli ta'tillar, million dollarlik bizneslar. Keyin esa o'z hayotingizga qaraysiz va o'zingizni muvaffaqiyatsizdek his qila boshlaysiz. Lekin haqiqat shuki, boshqalar bilan solishtirish o'zingizni baxtsiz his qilishingizni eng tezkor yo'lidir. Jordan Peterson buni aniq tushuntiradi. Agar siz o'zingizni boshqalar bilan taqqoslasangiz, har doim yutqazasiz. Chunki har doim sizdan boyroq, chiroyliroq, muvaffaqiyatliroq odamlar bo'ladi. Lekin bu siz o'ynashingiz kerak bo'lgan o'yin emas. Kim bilan solishtirish kerak? Faqat kechagi o'zingiz bilan. Bugun kechagidan yaxshiroq bo'la oldingizmi? Kichik bo'lsa ham bir qadam oldinga tashladingizmi? Yangi narsa o'rgandingizmi? Aslida muhim bo'lgan narsa shu. Boshqalar bilan taqqoslashning muammosi shundaki, siz faqat ularni yorqin lavhalarini ko'rasiz, lekin o'z hayotingizni barcha orqa sahnalarini ham bilasiz. Og'riqlar, qo'rquvlar, muvaffaqiyatsizliklarni bu adolatli solishtirish emas. Har kuni shunchaki biroz bo'lsa ham oldinga siljishga harakat. Telefonni ortiqcha scroll qilish o'rniga bir bet kitob, oldingi mashg'ulotingizdan 5 daqiqa ko'proq sport bilan shug'ullaning. Vaqt o'tishi bilan bu butun hayotingizni o'zgartiradi. Shuning uchun o'z hayotingizni bir bobini, birovni 20 bobi bilan taqqoslamang. Sizning yagona raqibingiz kechagi o'zingiz. 5-qoida, farzandlaringizni ulardan nafratlashingizga sabab bo'ladigan xatti-harakatdan saqlang. Haqiqatni tan olaylik. Ota-ona bo'lish juda hech kim yomon ota, yomon ona bo'lishni xohlaydi. Hech kim farzandiga cheklov qo'yishni, u bilan tortishishni yoki injiqliklariga chidashini istamaydi. Eng oson yo'l bo'sh qo'yish, taslim bo'lish va nizolarni oldir. Lekin muammo shundaki, agar siz bolalaringizga intizomni o'rgatmasangiz, dunyo o'zgaradi va dunyo juda shafqatsiz. Jordan Peterson shuni ta'kidlaydiki, bolalar strukturaga muhtoj. Aks holda katta bo'lgach, qattiq qiynalishadi. Agar bola xohlagani qilish mumkin deb o'ylab voyaga yetadigan bo'lsa, jamiyat unga juda og'ir haqiqatni ko'rsatadi. Buning oqibatlari: agar bola hurmat qilishni o'rganmasa, do'stlik va munosabatlarda qiyinchiliklarga duch keladi. Agar bola sabr qilishni bilmasa, har qanday qiyinchilik oldidan taslim bo'ladi. Agar bola yo'q so'zini eshitmasa, kattalar hayotiga kirganida hayot unga moslashishini kutadi. Lekin hayot bunday ishlamaydi. Lekin masalaning chuqur tomoni, agar siz bolalaringizga chegaralar qo'ymasangiz, siz ularni yoqtirmay boshlaysiz. Ko'p yomon xulq-atvor nafaqat boshqalarning, balki ota-onalarning o'zini ham qiynaydi. Agar bola doim hurmatsizlik qilsa, injiqlik qilib baqirsa va hech qanday qoidaga bo'ysunmasa, sizning sabringiz tugaydi. Vaqt o'tishi bilan bu charchoq, haddan tashqari jahldorlik va hatto nafratga aylanishi mumkin. Va eng yomoni, bola buni sezadi. Bolalar o'ta sezgir bo'lishadi. Agar ular ota-onasini o'zidan bezganini sezsa, ular yanada yomonroq harakat qilishadi. Shunday ekan, qanday yo'l tutish kerak? Aniq qoidalarni erta qo'ying. Bolalar strukturaga muhtoj. Qayerda chegara borligini bilsalar, o'zlarini xavfsizroq his qilishadi. Intizomga qat'iy rioya qiling. Agar yo'q desangiz, shunday degan bo'ling. Agar jazolash kerak bo'lsa ham, mas'uliyatni o'rgat. Ularni muvaffaqiyatsizlikdan himoya qilmang. Chunki agar siz ularga qanday yurishtirishni o'rgatmasangiz, dunyo o'rgatadi va dunyo sizdan ko'ra ancha shafqatsizroq. 6-qoida, dunyoni tanqid qilishdan oldin uyingizni tartibga keltiring. Keling, rostini ham aytaylik, hamma shikoyat qilishni yaxshi ko'radi. Hukumat buzilgan, iqtisodiyot ishlamaydi, jamiyat parchalanmoqda. Dunyodagi muammolar barmoq bilan ko'rsatish juda oson. Lekin Jordan Peterson bergan qattiq bir savol mana shunday: dunyoni tanqid qilishdan oldin avval o'z hayotingizni tartibga keltirdingiz? Ko'pchilik bunga javoban yo'q deydi. Ish bozoridan noliydi, siyosatdan noliydi va jamiyatning muammolari haqida ko'p gap. Muammolar uchun tashqi kuchlarni ayblash juda oson, lekin mas'uliyat o'z zimmasiga olish ancha qiyin. Aslida esa haqiqat quyidagicha: dunyo tartibsiz, hayot adolatsiz. Hammasini boshqara olmaysiz, lekin o'zingizni boshqarishingiz mumkin. Boshqalarni ayblash yoki internetda soatlab bahslashishning o'rniga kichik o'zgarishlardan bosh. Kundalik tartibingizni to'g'rilang. Yaxshi uxlayapsizmi? Sog'lom ovqatlanayapsizmi? Atrofingizni tartibga keltiring. Uyda tartib bormi? Atrofingizda qanday tartib yaratishingiz mumkin? Muvaffaqiyatlik uchun javobgarlikni o'zingizga oling. Agar hayotingiz tartibsiz bo'lsa, dunyoni qanday tuzatish haqida gapirishga haqqimiz yo'q. Hayotingiz tartibda bo'lsa, gaplaringiz ham og'riqli ega bo'ladi, ta'siri bo'ladi. Shuning uchun hamma narsa adolatsiz deb hayqirishdan oldin o'zingizdan bosh. Chunki agar o'zingizni boshqara olmasangiz, dunyoni qanday qilib tuzatmoqchisiz? 7-qoida, yuzaki bo'lgan narsalarni emas, balki ma'noli bo'lgan narsalarni izlang. Biz yashayotgan dunyo doimiy ravishda
tezkor rohatni targ'ib qiladi. Ovqat xohlaysizmi, yetkazib beradi. Hordiq xohlaysizmi, ijtimoiy tarmoqlarda aylan. Muvaffaqiyat xohlaysizmi, eng qisqa yo'lini qil. Lekin muammo shundaki, tez yechimlar uzoq muddatli baxt keltiradi. Jordan Petersonning fikricha, hayotga haqiqiy ma'no beradigan narsalar qurbonlik, intizom va sabrni talab qiladi. Albatta, bu fikrlar juda ko'pchilik uchun yangilik emas. Lekin Peterson tasdiqlashicha, insoniyat sivilizatsiyasining dastlabki harakati bu asbob yasash emas edi. Bu qurbonlik qilish edi. Faqat jismoniy qurbonlik ham emas, balki rohatni kechiktirish orqali kelajakdagi yaxshilikka intilish g'oyasi. Bu juda chuqur ma'noga ega. Chunki bu degani sivilizatsiyaning o'zi hozirgini qurbon qilish evaziga kelajakni tan olishga asoslangan. Uni noodatiy donoliklardan biri rohatdan kechish mumkinligi haqidagi kashfiyot aslida vaqtni o'z haqidagi kashfiyot edi. Shunday demoqchi, bizda soat paydo bo'lishidan ham oldin qurbonlik bo'lgan. Aynan shu qurbonlik orqali kelajak degan tushuncha tug'ilgan. Demak, har safar siz yuzaki, hozirga foyda bo'ladigan yoki oson yo'lni emas, ma'noli yo'lni tanlasangiz, ya'ni darhol rohatdan voz kechib, kattaroq maqsad yo'lida harakat qilsangiz, siz aslida insoniyat sivilizatsiyasini yaratgan harakatida ishtirok etyapsiz. Bu shunchaki intizom emas, bu muqaddas narsa. Peterson bu fikrni qadimiy Iso Masih haqidagi hikoya bilan bog'laydi. Ixtiyoriy oliy darajadagi qurbonlik sifatida. Bu azobni ma'no orqali o'zgartiruvchi kosmik ramz. Ammo shunday ham deydi, siz bu ishni har kuni qilasiz. Kichik shakllarda bo'lsa ham. Masalan, kichik yolg'on o'rniga rost gapirganingizda yoki qisqa yo'l o'rniga halollikni tanlaganingizda siz qadimiy va ilohiy bir narsani aks ettirasiz. Va asosiysi, qurbonlik qilish uchun sizga ibodatxona yoki ruhiy karakadur odam kerak emas. Sizni qarorlaringiz bu sizni qurbonlik. Peterson ko'rsatgan ma'no shunchaki hayotda biror maqsad topish emas, balki abadiy qadriyat bilan uyg'unlikka erishish. 8-qoida rost gapiring yoki hech bo'lmaganda yolg'on gapiring. Yolg'on gapirish bezarar tuyuladi, ayniqsa kichkina bo'lsa. Mojaroni chetlab o'tish, tanqiddan qochish, hammasini tekis saqlab turish uchun ishlatiladigan qulay. Lekin Peterson keltiradigan tushuncha butkul teskari qilib qo'yadi. U aytadi, har bir yolg'on faqat munosabatlarni emas, balki haqiqatingizni o'zini buzadi. Va bu yerda deyarli hech kim aytmaydigan, hayratlanadigan bir haqiqat bor. Siz yolg'on gapirganingizda faqat noqulaylikdan qochmayapsiz. Siz o'zingizni haqiqatga bardosh bera olish qobiliyatingizni zaiflantiryapsiz. Bu esa xavfli, chunki sinov keladi va ular muqarrar. Yolg'on bilan yashagan odam esa bunday sinovlarga bardosh bera olmaydi. Qulay. Ammo masalani yana ham qorong'uroq tomoni. Peterson Soljenitsinning Sovet qulog'idagi tajribasini misol keltiradi. U yerda Soljenitsin quyidagi dahshatli haqiqatni anglagan. Agar odamlar shunchaki yolg'on gapirishdan bosh tortganda, butun tuzum qulagan bo'ladi. O'sha qamoq lagerlari, o'sha vahshiyliklar qurol bilan emas, har kuni faqat omon qolish uchun aytilgan millionlab chit yolg'onlar bilan qurilgan. Mana yolg'onni asl narx. Siz o'zingizni himoya qilyapman deb o'ylaysiz. Aslida haqiqatning yemirilishiga hissa qo'shyapsiz va haqiqat o'lganda uning o'rniga tartibsizlik ekan. Demak, rost gapirish bu o'zingizni to'g'ri ko'rsatish uchun emas, bu haqiqat bilan uyg'un yashash. Bu shunchaki axloq emas, balki bosimga dosh beradigan kuchning yagona manbai. Shuning uchun siz yolg'on gapirmaslikni tanlaganingizda, hatto bu qiyin bo'lsa ham, siz shunchaki to'g'ri ishni qilmayapsiz. Siz ruhingizni himoya qilyapsiz. 9-qoida. Eshitayotgan odamingiz siz bilmaydigan nimanidir bilishi mumkin ekanligini faraz qiling. Ko'pchilik odamlar chinakam eshitmaydi. Ular faqat navbat kelishini kutadi. Ular tushunishga emas, yutishga harakat qilishadi. Lekin Jordan Peterson bu muloqot haqidagi tushunchani butunlay ag'daradi deydi. Haqiqiy tinglash shunchaki odob emas, bu o'zgarish vositasidir. Va mana odamlar ko'pincha ko'rib bilmaydigan eng muhim nuqta. Agar siz kimnidir chin yurakdan tinglasangiz, ularning so'zlari sizning dunyo xaritangizni o'zgartirishi mumkin. Ular hayotni boshqacha ko'z bilan qanday ko'rish mumkin ekanligini namoyon qiladi. Bu esa bebahodir. Peterson bu fikrni yanada chuqurlashtirdi. Uningcha, o'ylashni o'zi ichki suhbatdir. Shuning ekan, siz kim bilandir gaplashayotgan bo'lsangiz va uni rostdan tinglasangiz, siz aslida o'z tafakkur jarayoningizni bir qismini unga ishonib topshiryapsiz. Siz o'z aqlingizni charxlash uchun boshqa bir ongdan foydalanyapsiz. Bu noodatiy, lekin ajoyib haqiqat. Tinglash bo'ysunish emas, bu aqlning jasoratli harakatidir. Chunki siz men allaqachon bilishim kerak bo'lgan hamma narsani bilaman deb o'ylaydigan odam bo'lishni to'xtatasiz. Ammo tinglasangiz, rostdan tinglasangiz,
siz kutilmagan haqiqatlarga ochiq bo'lasiz va haqiqat, ayniqsa u sizning egoingizga qarshi bo'lsa, aynan sizni o'zgartiradigan narsa. Shuning uchun keyingi safar suhbatda bo'lsangiz, yutish uchun emas, navbatingizni kutish uchun emas, anglashga harakat qiling. Chunki hayotingizni o'zgartiradigan idrok ehtimol siz bo'lgan xonada. Faqat siz uni eshitishga tayyor bo'lmashingiz. 10-qoida: so'zlaringizda aniq bo'ling. Jordan Peterson tilni gapirish imkoniyatini bezak sifatida qabul qilmaydi. U tilni omon qolish vositasi deb biladi. Taqiqni betartiblikdan ajratib oluvchi qilich sifatida. 10-qoida: u bitta narsani ochadiki, noaniq nutq bezarar emas. Bu hayotingizga betartiblikni kirib kelish uchun ochiq eshik. Misol uchun, odatda juftliklar, er-xotinlar balkim g'azab yoki ranjish haqida ochiq gaplashish o'rniga so'nggi paytlarda bir-birimizga begonalashib qolyapmiz yoki ko'p urushyapmiz deyishimiz. Bu mavhumlik tuman kabi tarqaladi va shu tuman ichida hamma narsa asta-sekin chiriy boshlaydi. Peterson qadimiy rivoyalardan misol keltiradi. Unda nom berish muqaddas amaliyot hisoblangan. Odam hatto hayvonlarga nom beradi. Bu hazil emas, balki yovvoyi dunyoda tartib berish uchun qilinadi. Eski Misr mifologiyasida esa dushmanni nomini aytish, uni tutib olish degan tushuncha bor. Chunki nom berish orqali siz noma'lum narsani qarshi tura oladigan narsaga aylantirasiz. Ya'ni, yana osonroq tushuntiradigan bo'lsak, odamlar ko'pincha e'tibor bermaydigan kuch shundaki, nutq faqat haqiqatni ta'riflamaydi, u haqiqatni yaratadi. Qanchalik mavhum bo'lsangiz, haqiqat sizdan shunchalik uzoqlashadi. Qanchalik aniq bo'lsangiz, nazoratni qayta qo'lga olasiz. Peterson aytadiki, hayotingizda nimadir noto'g'ri bo'lsa, siz uni aniq ifoda qila olmasangiz, u muammo kuchayadi. U hissiy jihatdan og'irlashadi, chigal bo'ladi va boshqarib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin. Lekin siz uni aniq qilib, ochiqchasiga o'z nomi bilan aytsangiz, u maxluq kichayadi. Peterson mavhum tilni o'tmas qurolga o'xshatadi. Siz uni havoda aylantirishingiz mumkin, lekin u muammoni kesolmaydi. Aniq nutq esa jarrohlik kabi u haqiqatni hissiy shovqindan ajratib beradi va hayot layqalanib ketgan joylarda aniqlik chizig'ini kiritadi. Bu qoida shunchaki yaxshiroq gapirish haqida emas, bu aniq fikrlash, maqsad bilan harakat qilish va haqiqatdan qochilgan joyda asta-sekin suzib kiradigan betartiblikka qarshi kurash haqida. Shuning uchun Peterson so'zlaringizda aniq bo'ling deganda u aslida shunday demoqchi. Betartiblik siz o'rningizga gapirmasa. 11-qoida: bolalar skateboard uchayotganida ularga xalal bermang. Bu qoida sodda tuyulishi mumkin, hattoki g'alati, lekin u butun kitobdagi eng muhim haqiqatlardan birini o'z ichiga oladi. Peterson bu yerda faqat skateboard haqida gapirmayapti. U hayotni haddan tashqari xavfsiz qilishga harakat qilayotgan paytimizda nima ro'y berishi haqida gapirmoqda. Va bu orqali biz odamni kuchli qiladigan jarayonni o'zini yo'q qilayotganimizni tushuntiradi. U bunga shaxsan guvoh bo'lgan. Toronto shahrida bolalar skateboard uchadigan joylariga to'siqlik qilish uchun metal tugmalar o'rnatilgan ekan. Ya'ni zinalardan tushib chiqayotgan paytlarda metal tutqichlar bor, o'shalarga tugmalar o'rnatilgan. Ular buni xavfsizlik uchun deb atashgan ekan. Lekin Peterson buni yanada xavfliroq narsa deb ko'rdi va unga chuqurroq nazar bilan qaradi va ixtiyoriy xavfni bostirish deb nomladi. Ya'ni skateboard bu shunchaki sport emas, bu yoshlar qo'rquv bilan yuzlashadigan, muvaffaqiyatsizlikni yengishga va xavf orqali mahorat orttirishga o'rganadigan vosita deb biladi. Shahar bu imkoniyatni olib qo'yganda, ular faqatgina bolalarni xavfsiz qilmadi, ular inson kuchli bo'lishi uchun zarur bo'lgan yo'lni to'sib qo'ygan deydi. Peterson aytishicha, xavfni jazolaydigan jamiyat zaiflikni ishlab chiqaradi. Agar siz odamni chidamli bo'lish jarayonini to'sib qo'ysangiz, natijada siz tinchlikka erishmaysiz. Haqiqatga dosh bera olmaydigan mo'rt odamlarni yetishtirasiz deydi. Shuning uchun siz bolani xavfli ish qilayotganini ko'rsangiz, darrov uni to'xtatishga urinmang. Jasorat aynan o'sha joyda tug'iladi. Qo'yavering, yiqilishsin, qo'yavering, yana tursin. Shunda ular dunyo og'irligini ko'tarishni o'rganadi. 12-qoida ham juda ajoyib. Ko'chada mushukka duch kelsangiz, uni silang. Bu qoida ham mushuklar haqida emas, bu hayot chidab bo'lmas darajada og'ir bo'lib qolganda azobga qanday bardosh berish mumkinligi haqida. Peterson bu bo'limni hayotdagi eng zulmatli davrda yozgan. Qizi tuzalib bo'lmaydigan, tobora og'irlashib yotgan kasallikka chalingan paytida. U bu vaziyatni tuzata olmasdi. U undan qochib qutula ham olmasdi va aynan o'sha
betartiblik ichida u chuqur haqiqatni anglab yetadi. Agar siz katta narsalarni boshqara olmasangiz, kichiklarini payqab yashab qolishingiz mumkin. Biz sarlavadagi aytgan mushuk bu shunchaki bir daqiqa. Yengil, sokin, og'ir o'rtasidagi tinchlik lahzasi. Peterson shunday voqeani tasvirlaydi. U ko'chada yuribdi, yuragi og'riq va tashvish bilan to'lib yotgan. Shu paytda bir panjara ustida yotgan mushukni ko'radi. U tiz cho'kib mushukni yelishini islaydi. Faqat bir necha soniya hamma narsa to'xtagandek bo'ladi. O'sha kichik oddiy lahzada u davom etish uchun sabab topadi va odamlar ko'p hollarda e'tibor bermaydigan buyuk anglash shundaki, agar hayotingizda butkul betartiblik hukm suradigan bo'lsa, go'zallik bu qarshilik aktiga aylanadi. Peterson sizga yupanch bermoqchi emas, u sizga strategiya taklif qilmoqda. Agar siz azobni o'zgartira olmasangiz, e'tiboringizni toraytiring. Buzilmagan, sog' qolgan bitta narsani izlang. Bir piyola qahva, bir parcha musiqa, devorning ustidagi quyosh nuri. Bu og'riqni inkor etish emas, bu og'riqqa hamma narsani yutib yuborishga yo'l bermaslik. Siz o'zingizni hali ham yaxshi bo'lgan narsaga bog'lashingiz haqida. Bu qoida oldingizda turgan sokin, oddiy mo'jizalarni topish va hamma narsa qilayotgan bo'lsa ham uni qo'ldan chiqarmaslik haqida. Shu bilan yana bir kitobning oxiriga yetdik. Agar bu qisqartmadan nimadir o'rgangan bo'lsangiz, iltimos like va kommentariy qoldiring va bu videolarni boshqalar bilan ulashishni ham unutmang. Sog' bo'ling.